Misol uchun qizil o'ngachda o'sma paydo bo'ldi. Yaxshidir, yomondir, o'sma deymiz, chunki uni faqat olingan biopsiyadan keyin histolog tomonidan ko'rib, patomorfolog ko'rib, bu rak demaguncha hech kimning, даже u professor, akademik bo'lsa, undan katta bo'lsa ham sizda saraton bor ekan, rak bor ekan deyishga haqqi yo'q. Aniq tekshiruvdan keyin odam faqat patomorfolog olingan to'qimadan olingan anaqani namunani ko'rib, bu yerda saraton bor, xavfli o'sma bor degandan keyingina bu so'zni qo'llashga haqqimiz bor. Ungacha siz rak bo'lib qopti desa, biror bitta vrach ishonmanglar. Rak so'zini vrachning qo'yishiga haqqi yo'q. Har qanday vrachda, onkolog bo'lsin, u boshqa yo'nalishda bo'lsin, sizda saraton bor ekan desa, histologiya olinganmi deb so'rash kerak. Histolog tomonidan qo'yilgandagina biz saraton so'zini ishlatishga haqqimiz bor.